Bey, o'zing pishirib o'zing yeyolmasang. Lekin dam olish kunlaridan bir nabiralarim xursand bo'lsin dedim-de, 300 gram sutga 150 gram shakar, 10 gram dro'jja, yarim choy qoshiq tuz, 2 ta tuxum solib, 600 gram un, 3 osh qoshiq kakao solib, 100 gram yumshatilgan sariyog' solib, yaxshilab yedirib, silliq xamir qilib, so'roq joyiga oshirishga olib qo'ydim. 100 gram sariyog'ga 100 gram shakar, 3 osh qoshiq maydalangan koritsa solib, yaxshilab aralashtirib, xamirimizni shu ko'rinishda yoyib olib, pishirib olamiz. Rulet shaklida o'rab olib, 12 bo'lakka bo'lib olamiz. Idishimizga taxlab olib, yana ozgina oshib olgandan keyin 190 gradusda 20 daqiqada pishirib olamiz. Shikalarga sut qo'shib eritib olib, chiqqan bo'lchikalarimiz ustidan quyib chiqamiz. Buni qaranglar, yumshoqqina bo'lib, shikalatlari yaltirab turishini. Shikalatxo'rlarni ishtihasini ochib yubordim. Bitta yurakchavor shirin so'zlaringlarni kutib qolaman. Tayyorlanishi juda osongina. Voy, nabiralarim ham kutib qolishdi. Juda mazali.